kun davomlashadigan 20 davlat guruhi rahbarlari boshliqlar yig'ini İtaliyaning poytaxti Rimda boshlandi. Rahbarlar Xitoy virusi yuqumi boshlangandan buyon tunji qatim 100 tarani ko'rishdi. Lekin Prezident Xi Jinping va Rossiya prezidenti Vladimir Putin sin orqali yig'inga qatnashishni tanladi. Boshliqlar yig'inining eng muhim qarorlari virus va klimat o'zgarishi bo'ladi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mariya Zakharova Amerikaning kelgusi bir necha oy ichida yana 55 Rossiya diplomati va texnika xodimlarining chegaradan chiqib ketishini talab qiladiganligini, diplomatiya sifatidagi vaziyatning texmi yomonlashadiganligini e'lon qildi. Zakharova Rossiyaning Washingtondagi bosh elchixonasida, Nyu-York va Houstondagi ikki konsulxonasida 200 dan oz kishining ishlaydiganligini ta'kidladi. Xitoyning poytaxti Beyjingdagi aerodromlar yuqumlanuvchilar sonining ko'payib ketishining oldini olish uchun yuzlagan navbatchi aeroplanni amaldan qoldirib, sayohat cheklamalarini kuchaytirdi. Egallanishicha, doiralar 2 oyda Beyjingda o'tkaziladigan olimpik musobaqadan burun bu tadbirlar orqali yuqumni kontrol qilmoqchi bo'lgan. Amerika prezidenti Joe Biden va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron suvosti paroxti krizisdan buyon tunji qatim 100 tarani ko'rishdi. Gerçi ikki taraf Fransiyaning Vatikan bosh elchixonasida o'tkazilgan uchrashishda ijobiy uchur bergan bo'lsa-mu, ammo ikki taraf orasidagi jiddiylik rahbarlarning badan tilida pat-pat gavdalandi. Ikki rahbar pat-pat qo'l elishib ko'rishga uringan bo'lsa-mu, lekin oradagi qatmanlikni yoshira olmadi. Tesla ve SpaceX'ning bosh ijroiya amaldori, shundaqla 241 milliard boylik bilan dunyoning eng boy kishi bo'lgan Elon Musk yangi bir universitet quradiganligini e'lon qildi. Elon Musk Twitterda "Men yangi universitet qurishni o'ylayapman. Ismi Texas sanoat va ilm-fan instituti" deb e'lon qildi. Taliban bayonotchisi va vaqtliq hukumatning muavin madaniyat ministri Zabihullah Mujahid Afg'onistonning poytaxti Kabuldagi hukumat axborot markazida o'tkazgan muxbirlarni kutib olish yig'inida bayonot e'lon qildi. Mujahid Amerikaning Kabuldagi bosh elchixonasini qaytadan jonlantirishga chaqirdi va biz butun dunyo, bo'libmi Amerika bilan bo'lgan diplomatik munosabatimizni taraqqiy qildirishni xohlaymiz dedi. Bu yil Turkiyadan Germaniyaga emgak kuchi yetkash kelishimi imzolanganligining 60 yilligi. 1961 yili 30 oktyabr imzolangan kelishim 2 dunyo urushidan keyin Germaniyaning taraqqiyotiga ko'rinarli tuhfa qo'shgan. 60 yil ichida turklar Germaniyada 3.500.000 nüfusga yetdi. Birinchi avlod ishchilarning bolalari va nevaralari olim, parlament a'zosi, akademik, advokat, jurnalist va savdogar bo'ldi. Xitoy virusi vaksinasi ijod qilgan O'g'il Shohin va O'zlam Turaji qatorliq shaxslarmo ko'chman avlodlari hisoblandi.